небесам жарко, сложит о героях песни. В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны телек. Верьте, что рекорд будет, знайте, мы близки к цели. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие dать имена. Mana Ipak yo'li deganda Xitoy xalq davlatini aynan Urumchidan keyin Qashqarga keldim. Mana Qashqar shahri eski qadimiy xuddi o'sha o'zimizni Samarqand, Buxoro, Xiva tomonlarini eslatadi. Ammo azaldan azal korvonlar yurib, mana shu Qashqar, Urumchi orqali, G'ulja orqali o'sha bizni tomonlarga Samarqand, Buxoro, Xiva tomonlaridan o'tib ketgan. Qashqar 2016-yil. Ipak yo'lining negizi bo'lgan bozor, savdo markazi, eski shahar deyiladi. Buxoroga o'xshab eski shaharligini saqlab qolgan ekan. Aka, assalomu alaykum, barakasini bersin. Mehmon edim. O'zbekistonga keldim. Qadimiy shaharingiz qani? Qadimiy shahar bo'ldi, Qashqarmi shu. Qashqar shumi? Ha. Yaxshi. Otingiz nima? Abbajon. Akbarjon? Abbajon. Abbajon. Abdullaziz bo'ldi. Abdulaziz. Velosipedda keldim. Yalqin aka degan Toshkentdan bittasi domlamiz aytdi. Qashqarga borib ko'ring. Bu eski shaharda. Qayerda qadimiy shaharingiz? Haligi madrasalar, binolar, Buxoro, Samarqandga o'xshagan narsalar yozib olishmi kerak? Binolarga qarang, hozir siz qarang. Ha. Ay, molni ko'rib chiqqan molni. Qayerda u? Ey, ko'chada kiraman, ey ko'chada. Xo'p, o'sha yerga kiraman. Ha, ey ko'chada bunda qiltirsiz. Nima bor u yerda? Bu yerda qadimiy asar buzmalar bor. Chalg'o deydigan narsa. Yo'q, o'sha yerdami? Ha, kiyim-kechak, har xil narsa bor. Mollar. Rahmat. A shahar buzilyaptimi? Remont bo'lyaptimi mana? Qolmadimi binolar? Hech boradi, bordim. Yo'q, borganim yo'q. Hech gap bormadi. Yo'q. Abrib qo'yamansa. Qayerda u? Hech o tarafda. Qancha kilometr? Chiqib ketmaydi. Ana ko'prikdan boring dedi. Ha, shu ko'prikdan o'tamanmi? ha. Rahmat. Rahmat. Birinay. Rahmat. Assalomu alaykum. Men O'zbekistondan keldim. Ha, yaxshimi? Velosipedda keldim. Qashqarni ko'rib ketay dedim. Eski nimalar bor ekan? Cholg'u sozlar qayerda bu? Ha, cholg'u sozlar ikki tarafda bor. Ma bozorning ichida bor. Ha. Yelimiz satilgan yerda ichida bor. Ichida bor. Yaxshi, bu yerda nimalar bor? Abidan bag'ini bo'ldi. Bormi? Ha, bor. Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Mehmon edim, O'zbekistondan keldim. Qayerda bu eski cholg'u sozlar? Bu yoqqa kiraymi? Rahmat.
Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hormang. O'zbekistondan keluvdik. Juda chiroyli ustozlar. Qashqar ruboblari. O'zbekdan ayrim velosiped keldi hozir. Ha, velosiped. Ha. Vaqtu taleyini qidirgan odam olis yo'lga chiqqan ey yurtdoshim og'am. Bardam bol harma dadil qo'y qadam. Bardam bol harma dadil qo'y qadam. İlayim, 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 yo'llaring bexatar bo'lsin. Hormanglar, kulolchilar. Assalomu alaykum. Xuddi Buxoroni ko'rgandek bo'lyapman, a. Qashqarning haqiqiy ustalari sizlar, a. O'zbekistondan keluvdim. Yashang otaxon. Bizdagi Uyg'ur og'alarga nima demoqchisiz? Gapiring. Toshkentdagi Uyg'urlar, Uyg'ur xalqiga. Uyg'urmi yo o'zbekmi? Men o'zbekman. Yaxshi. Assalomu alaykum. Xuddi Buxoroni ko'rgandek bo'layman. Samarqand, Buxoro. Yoqimli ishtaha.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Samarqand, Buxoro, Xorazmdan sizga salom. Xorazm, Samarqand, Buxoroga madrasalarga o'xshagan Qashqarda nimalar bormi? Hamga o'xshab ketdi, Buxoroga o'xshab. Ichkaridami? Ha, ichkari. Ichkarida bor, a? Bor. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zbekistondan sizga salom. Rahmat. Samarqand, Buxoro, Ipak yo'li. O'zbekiston. Xursand Sherifman. Velosipedda keldim. Ismingiz? Ismim Abdug'ani. Abdug'ani aka. Abdug'ani. O'zbekistondagi barcha Uyg'ur xalqiga Rahmat. nima niyat qilasiz? Mana siz rassom ekansiz. O'zbekiston va Uyg'ur o'xshash. Yashang. Hammamiz bir odammiz. Birodarimiz. San'atingizga qoyilman. Ipak yo'llari haqida chizgan nimalaringiz bormi? Korvonlar. Karvonlar shu. Haqiqiy talant mana. Men ko'rganimda, san'atingizni ko'rganimda xursandman. Bizda rassomlarimizni ham ko'pchiligini bilasiz O'zbekistondagi. Qolaversa mana sizdek rassom bor ekan, bu Allohdan berilgan talant. Mana bu Qashqar universitet rasm ma'lum. Yashang. Buyuk Ipak yo'li, olis yo'llar. Bobolardan so'zladim ammo bir zot bor kim baridan suyuk. Buyuklarga baxsh etgan daho, ona xalqim o'zingsan buyuk. Mangu yorug' maskanim menim. Mana bizning respublikamiz hadimi 25 yoshga to'ladi. O'zbekiston vatanim menim. Xitoy xalq davlatida mana shunda talantli Abdug'ani akani ko'rganimdan xursandman aka. Ijodingizga omad. Yashang, salomat bo'ling. Mana Qashqar shahrini tepalikdan ko'rinishi. Assalomu alaykum. Hormanglar, qo'llari gul, hunarmandlar. Buxoroni ko'rganda bo'layapman. Samarqand, Buxoroni haqiqiy. Otaxon yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi. Mana buyuk Ipak yo'li velosipedda Qashqarga ham yetib keldim. Velosipedda keldingizmi? Ha. Butun Toshkent, Qozog'iston, Olmata, Rossiya, Manjuriy, Beijing, Urumchi, Qashqar. Bu Ipak yo'lini. Necha kunda keldingiz? 2 oy. Bugun nechinchisi? 10. 11. 2 oy 11 kun. 2 oy 11 kun. Ha. Xudo xolasa mana mustaqillik respublikamiz 25 yoshga to'ladi. Bayram oldida sizlarni yozib ketay dedim. Qo'llaring dard ko'rmasin. Yashanglar.
Mana Xitoy Xalq Davlati Qashqar qadimiy shahari deganda mana o'sha ko'chalarni ziyorat qilib, Qashqarni asl eskidan qolgan memoriallarini tomosha qildim. Mana haqiqatan ko'p joylarda ta'mirlanish ish ketayotgan ekan, ammo baribir Qashqarni yozib oldim. Hormanglar hamshag'allar. Samarqanddan sizlarga salom. Andijondan sizga salom. Velosiped bilan kelyapman butun vodiydan, andijonliklardan salom. Butun respublikamdan salom sizlarga. 25 yoshli respublikani mana Ipak yo'li bilan velosipedda keldim. Bittasi aytib qoldi, "Qayerdan siz?" "Samarqanddan" desam, "Mana shu yerda Samarqand degan kafe bor" dedi. Ha, yaxshi. Bir ko'rib ketaydim. Andijondanmisiz? Qayerda Andijonda? O'zida. Butun yo'l kelgunimcha andijonliklar yordam berishdi. Manjuriy butun Chitadan, Olimjon deganlar, Ahmadjon akalar, butun vodiyliklar. Ishlaringizga baraka. Buxoro, Samarqand, qolaversa Abdemiziylarni ziyorat qilib, Toshkentdan Amir Temur bobom xiyobonida start berib, Qozog'iston orqali Oltoy o'lkasi va holanki Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Ulan-Ude, Chita va holanki Zabaykali o'lkasi orqali Manjuriyaga kirgan edim. Manjuriya orqali yetib kelib, Pekin shahriga keldim. Pekindan menga eng avvalambor Ipak yo'lini boshlang'ich asosiy savdo markazlari O'rimchi bilan Qashqarga boring dedi. Mirziyoyev avvalambor sizlarni ko'rganda xursandman. Hozirgina mana shu yerda shu vatandoshlarimiz mana shu yerda Samarqand degan kafe bor. Shuni yozib keting dedi. Dunyo bo'ylab ko'rsatuvga Oktyabrjon, mana biz o'zbek yigitlarimiz bola chaqalarni boqamiz deb yurtimiz uchun fidoyi bo'lgan insonlarning qo'li gul oshpazlarni ko'rganimda xursandman. Sizlaringizga baraka. 25 yillik respublikani bayrami bilan chin qalb bilan tabriklayman. O'san Sherov Xitoy Xalq Davlatini Qashqar qadimiy Ipak yo'lini shahrida. Vatanimizni sevamiz. Oh, to'xtang. Vatanimni sevaman deganingiz uchun ochdim. O'zi har joyda ochavermasdim, jonim. Shunday, o'zingizga berib yuboraman suratingizni. Hozir. Chetroq ushlang, uchidan ushlang. Ana shu yozuvlar ko'rinsin. Bobolardan so'zladim, ammo bir zot bor kim baridan suyuk. Buyukchilarga baxsh etgan daho, ona xalqim o'zingsan buyuk. Mangu yorug' maskanim menim, andijonlik yigit ukam, O'zbekiston Vatanim meni. ana. Gulla yashna qul O'zbekiston. Yashang. 2016-yil 1-iyun bolalarni himoya kunida men aynan Sohibqiron Amir Temur bobomni maydonidan start bergan edim. Aziz yurtdoshlar, kelib kelayotgan 25 yillik bayramim bilan chin qalbimdan barcha O'zbekiston xalqini tabriklayman. Men avvalambor mana shu bayroq bilan yurtimizni xalqi bilan, yurtboshimizning iborasi bilan vatan uchun yonib yashamoq kerak shior bilan Buyuk Ipak yo'lini Toshkentdan Olmota, Novosibirsk, Irkutsk, Krasnoyarsk, Ulan-Ude, Chita, Zabaykali orqali Xitoy Xalq Davlati Manjuriy shahriga kirdim. Manjuriy shahrida mana Pekinga keldim. Pekindan kelib O'rimchi va Qashqar bu Ipak yo'lining asosiy savdo, xalqaro savdo bozori deb atalgan. Avvalambor mana shu bayroqni ushlab turgan Qobiljonga, ukajonlarimga, barcha yurtdoshlarimga rahmat aytamanki, mana ko'rib qo'yinglar, Samarqand deb kafeni ochib qo'yishibdi. Mana shu bir millat, bir qonmiz. Uyg'ur xalqi bilan O'zbekiston xalqi aqd paymona qurgandek, ular oshxonalar ochibdi. Eshiklari ochiq bo'lsin. Bir ulug' el bor jahonda, keng tiniq osmoni bor. Olam aqlin og'zida aytilmagan edi Qobiljon. Endi esa aytilgan dostoni bor. Odamiylik maktabini 1000 yillar avval bitkazib, bor ovozda men deyishga Samarqanddek kafeni ochib qo'ygan mana bundoq meni mehribon ukalarim bor. O'zbekiston Xitoy Xalq Davlati Ipak yo'li Qashqar xalqaro savdo markazining oldida ochilgan Samarqand kafesining rahbarlari nomidan Qobiljon ukamga rahmatlar aytaman. Qashqar 2016-yil. Rahmat Qobiljon, rahmat. Mana Qashqar shahrida
Qobiljon ukam meni shaharda aylantirib ziyorat qildiryapti. Zafarjon, sizga katta rahmat. Mana haqiqatan ham anjalik yigit Qobiljon shogirdlari bilan ukalari mana Qashqar shahrini markazlarida meni aylantirishyapti. Buyuk Ipak yo'li. O'zbekiston Qashqar Ipak yo'li. Mana haqiqiy Ipak yo'li. Mana karvon ko'rdim tuyalari bo'zlab kelar. Nor tuyada mening yorim izlab kelar. Mana buyuk Ipak yo'li asosiy negizi bo'lgan Qashqar shahrini markazida O'zbekiston hamda Qashqar xalqaro savdo karvonlari. Menimcha mana bu men bo'lsam kerak. Meni olinglar. Ko'rib qo'yinglar. Ular bir ma'lumlansin. Ipak yo'ldan yangi. Ha. Ipak yo'li. Tarixingdur ming asirlar ichra pinhon o'zbegim. Senga tengdosh pomiru oqsoch tiyonshon o'zbegim. So'ylasin afros yobu, so'ylasin urxun hati, ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. O'zbegim deb keng jahonga ne uchun mat etmayin, o'zligim bilmoqqa davrum berdi imkon o'zbegim. Aziz yurtdoshlar, aziz o'zbekistonliklar, hammalaringizni yurtimizni 25 yillik mustaqillik bayrami bilan chin qalbimdan mana Qashqar xalqaro savdo markazi deganda maydondaman. Mana Ipak yo'lini karvonlari. Karvonlar aynan men velosipedda kelgan edim. Meni velosipedim ham aynan mana Qobiljon bayroqlarini ushlab turgandek karvonlarning yonidaman. Ey Sorbon, ey Sorbon, ohista yur. Oromi jonim boradur. Ha, meni Xudo mana shu joylarga yetalib kelgan bo'lsa, avvalambor katta rahmat ukalarimga. Uyg'ur xalqi bilan O'zbekiston xalqi azaldan azal bir millatmiz, bir qonmiz. Yo'lingga qarab kecha va kunduz boradi mening yoshligim. Mana O'zbekiston Uyg'ur xalqi. Ipak yo'li. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mendan chiqaylar. Yashang. Men O'zbekistondan keldim. Rahmat. Buyuk Ipak yo'lini O'zbekistonni 25 yoshi bilan bayramimiz bilan kelib qoldim. Muborak.
bu joyni ko'rib ketmasam to'g'ri kelmas ekan. Ipak yo'lini asosiy savdo markazi negizi bu Qashqar bo'ladi. Shuning uchun bu qarang chiroyli do'ppilarni bizlarda ham tikishadi, ammo sizda tovarlaringiz zo'r ekan. O'zbekistonga nima bera olardingiz? Men qizlarga berardim. Nimalaringiz bor? Qo'ldan qilinganlari bormi? Ha, bular qo'ldan qilingan. Yashang. Bular qo'ldan haqiqiy qo'l ustalari. Ha, bu erkaklarniki. Ayollarnikimi? Ha. Otingiz nima? Amina. Amina opa. Meni ismim Xursand. Xursand. Ha. O'zbekiston televideniyasi dunyo bo'ylab ko'rsatuviga mana qo'lingizda do'ppi turibdi. Bizni O'zbekistondagi Uyg'ur xalqiga, o'zbek og'alarimizga nimalar demoqchisiz? Niyat qiling. Niyat qilay. Mana do'ppimni qilay. Ya bu niyat yaxshi, gapiring. Bayram bilan tabriklang. Yaxshi, rahmat. Bizim O'zbekiston bilan qon qarindosh. Uyg'ur millati hammamiz bir qarindosh. Men shularninki bayraming muborak bo'lsin. Sizning Qashqar qadam rash qilganlarga rahmat. Bizning mushta go'zal shahrimizni ko'rgim kelganlarga hammalarga rahmat. Alloh rahmat. Sulton Mamedov, Xolisxon Qodirovalarni bilardingiz. O'zbekiston teleradio kompaniyasi Yunus Rajabiy nomidagi maqomchilar ansamblida Uyg'ur xalq ashula va raqs ansambli bo'lardi. Shunda Xolisxon Qodirova biram Uyg'urcha naqshlarni juda chiroyli etardi. Sizga katta rahmat. Rahmat. Sizga katta rahmat. Salomat bo'ling. Mening qo'shbodam marka. Ha. Do'ppim. Butun dunyoga tanilib bo'ldi. Ha. Shinjan, Qashqar, Urumchi, Yarmanka, Jinji qatnashmayman. Bu yil Shinjanga 5-oyda berib, Shinjanda butun dunyoga. Suratga oling. Jungo, kichi. Hammasini bizga qo'lda qo'ydilar. Voh. Biz olinlar. Qarang. Gilam tashkan. Gilam tashkan. Mana yurtdoshlar. Qashqar markazi bo'lgan savdo do'konida Ominaxon opamni bayram tabriklarini ko'rib qo'yinglar va o'zlari qo'ldan tikkan, kechalari bilan igna sanchib, qo'llar tikkan bu do'ppilarni qarang. Qashqar 2016-yil. Dunyo bo'ylab. Mana. Qashqar qo'ygan odam do'ppi. Bu erkaklar. Erkaklar. Mana haqiqiy Uyg'ur xalqini hunarmandlari tikkan erkaklar uchun yaratilgan do'ppilar. Oktyabr dunyo bo'ylab ko'rsatuviga mana shunday lavhalarni men sizga yozib qoldiraman. Qashqar 2016-yil. Rahmat. Rahmat. Mana zo'r bo'ldi bu material. Asosiy yaxshi ekan. Milliy kerak, milliy. Mana siz hozir milliylarni ko'rsatyapsiz. Mana mollari qilib.是你商务宴请、朋友聚会的理想选择。 Mana shu biz do'konga kelgan asosiy mana shu savdogarlar. Bunisi bunisi keladi. Ro'zalarda saharlikka oshlar qildik. Keladi. O'zi tutishibdi, bilaman. Kelib turib yaxshi ham qildinglar. Mana shu bir oy turardik, qiynalardik, ovqat problema bo'lardi. Ko'pchilik.
Я твой преданный Орфей, дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей. Все, как дым растаял, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило забыть мелодию любви? Ты мое сомнение, тайна долгого пути. Сквозь дожди осенние слышу я горькое прости. Зарь прощальных зарева, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило предать мелодию любви? Ты моя мелодия, я твой преданный Орфей. Дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей. Стань моей вселенною, смолкнувшие струны оживи. Сердцу вдохновенному